Assalomu alaykum. Video ikimiz Urganch shahar Taxtabozor Jannat balxonasining yanında 400 metr kvadrat natural zdaniyamiz sotiladigan, shuni ko'rib chiqamiz. 400 kvadrat dokumentalniy. Banda yana захват zonasi bor. Ben tarafında yan başından захват zonasi bo'ladi. Qurilish ostini o'zi 263 kvadrat adashmasam, qurilish ostini o'zi. Joyni qurilgan eni 12 metr qurilgan. O'zi dokumentda 16-17 metr ekan. 400 kvadrat dokumentda. Ben tarafda meni shu zaburat ko'p tura, bitta yeri 12. Bandam yeri bor. Захват yeri. O'zi dokumentda 400. Bahasam zakonniy bahada 100% pichenkavichdan solingan, usti plita, 2 etajga mo'ljallangan o'zi. Proyekt bo'yicha bitta proyektdan bor. 2 etajga mo'ljallangan. Shuni mop turibdi hozir bu. Yana qurilgan meni. Ko'rishingiz mumkin. Natural 400 kvadrat 400 yine. Tak, beden ham girsangiz da bo'ladi. Shuni yine bayon taraf quruqlik bo'lib tushgan. Gaz, svet, suv bor. Shuni oqlangan holatda turibdi. Beda bir xonasi, beda yana bir xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bir xonasi bor. Mana. Svetlar yanadi, avtomatlar ishib turibdi hozir. Fotoğrafda gipsa karton. Ben tarafta ham захват zonasi bor. Zekechacha. Benda yan boshda eshik ham bor, shundan kirib chiqaman. Shuning yeri bor benda. Tak, beda bir xonasi, benda bir xonasi, 2 xona bo'ldi. Beri kuxnyasi endi plan bo'yicha. Ko'rishingiz mumkin. Pasida podval ham bor, teyinda. Berilar bilan nelar ham montaj bo'lgan o'zi bunday. Su, issiq soğuk su, hatta çöplük bolları. Ben tarafta yan baştan ham eshik bor. Şu pamoymu ortada neden yanı 12 bo'lishi kerak. Yarısı 12, yarısı arendik ekan. Şu ortada neytral zonani. Ben tarafdan arendan göstermen. Svetler tushib turibdi, gaz tushib turibdi. Podvalni aytdim. 2 xona, 3 xona. Bu tomonda garaj. Şu yan boshdan kirib kelsangizlar, bu yerdan garaji bor. Stage chetilib turibdi belari. Mayda chuydagilar olib ketiladi. Bu yerda yana sanuzel ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Unitazi, vannasi, rakovinasi ish qilib tayyor bu yer. Bundan ko'chaga chiqadigan xoti bor. Bu yerda yana bir xonasi. Bunda yana bir xonasi. Bu yerdan ko'chaga chiqsak, yana orqa tomoni adashmasam u shu turgan toshlarning chegarasi. Buyani zekesh. Bunda Ataxon Jannat balxona. Shuning yonida. Bahasam zakonniy bahada. Bundan gitib kelsangiz ham bor, bunda garaj. Gaz, svet, suv bor, natural. Turar emas, natural. Xohlasanızlar endi o'zingiz uchun turar deb olsangizlar ham bo'ladi. Aytib beraman desangizlar. Atak dokumentda natural 400 kvadrat, 263 kvadratga qurilib turibdi. Hozir bahasini ham 1 minutda so'rab aytib beraman. Keyin videoni tenidan yozib qo'yamiz bahasini. Bahası 620 milyon so'm ekan, kelishlar ekan. Bandam захват zonasi, bandam захват zonasi bor. Orientirimiz Jannat balxona. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol telefonlashib kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Dokumentlari taxt, to'g'ri, oddiy o'tirib olaverasizlar. Hujjatlar ham shu yerda turibdi. Sog' salomat bo'ling. Videoni yakunlaymiz. Omon bo'linglar.